Qo'yani veylini, zo'rligini. Adasi, o'zingiz ham uyda veyligingiz bor? Esingizdan chiqdimi? Uyda veylini baloni bo'sha yotibdi-da. Bo'shaydi-da, nasos surmagandan keyin. Mushuklarchi, mushuklar uylarda aylanib yuradigan bo'lganligi uchun mushukni tekkani ham hattoki harom bo'lmaydi. Harom bo'lmaydi. Agar sichqonni yeb turib birdaniga teksa harom. Odatda mushuk sichqonni yeyishi bilan borib og'zini artadi. Mushukning odati shu. Shu og'zini artgandan keyin teksa harom bo'lmaydi, karohiyati bo'ladi. Harom bo'lib qolmaydi. Shu darajada mushuk ozoda bo'ladi. O'ziga qarab yuradigan bo'ladi. Shuning uchun mushuklarni ko'paytirib sotish mumkin. Men seni ko'ryapman. Abid. Akaratika bilan o'rdak go'shi. Hali yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Aka sizni qozoqqa ketdi, pulni qaqayapti deb o'ylayapti, lekin mayda g'inishib, telefon o'ynab o'tiribsiz. Uni bo'lmaydi-da. Uyga pulni o'z jo'natish kerak. Xo'p deb borasiz. Bailalo Rocky.